Salom hammaga, xayrli kun. Bugun kelganingiz uchun rahmat. Kimda birinchi savol bor? Tom, sen ushbu jangga favorit sifatida kiryapsan. Bunga sabablarning biri sening grappling mahorating. Senga jangning boshidayoq shuni sinab ko'rish istagi bormi yoki jang tabiiy tarzda qanday kechsa shunga qarab harakat qilasanmi? Men jangni tabiiy tarzda o'tishidan xursandman. Qaysi imkoniyat paydo bo'lsa o'shani ishlataman va imkon qadar jangni yakunlashga harakat qilaman. Senga bu jang oldidan muxlislar Sirlini past baholayapti degan fikrni bildirganing ma'lum. Shunday ekan, agar sen uni yengsang, ayniqsa so'nggi paytlarda raqiblarni yengib kelgan uslubingda yengsang, odamlar bu g'alabani yetarlicha qadrlamaydi deb o'ylaysanmi? Rostini aytsam, bunday narsalarga unchalik ahamiyat bermayman. Bu yigit Sirli juda kuchli. U uzoq vaqt davomida eng kuchli 5talikda bo'lib kelgan. O'zi ham vaqtincha chempion bo'lgan. Ammo Sirlining harakatlanish uslubini hisobga olsak, u biroz noqulay raqib bo'lishi ham mumkin deb o'ylayman. Savol Sirli sen uchun. Tom janglarda odatda raqiblarni juda tez va tajovuzkor tarzda mag'lub etadi. Bunday erta almashinuvlarni qanday to'xtatmoqchisan? Masofada jang qilishni rejalashtiryapsanmi yoki zarba almashishga ham tayyormisan? Ha, hamma Tom Aspinallning kuchini biladi, lekin hamma mening kuchli tomonlarimni ham biladi. Shunday ekan, bu shanba kuni kim bu holatni yaxshiroq boshqara olishini ko'ramiz. Bu jang bo'lishi shart edi deb o'ylaysanmi? Chunki bu to'g'rida uzoq vaqtdan beri gap ketayotgan edi. O'sha payt Tom ham Fransiyaga kelgandi. Nihoyat Aspinall yoki yangi og'ir vazn avlodi jangida to'qnashayotganingdan xursandmisan? Ha, albatta. Bu tabiiy narsa. Men bunga hurmat bildiraman. Bu adolatli. Men savolni unutib qo'ydim. Yo'q, men juda xursandman bu vaziyatdan. Biz ikkalamiz ham og'ir vazn toifasining yangi avlod vakillarimiz. Shuning uchun bu jang juda mantiqiy. Hey, mikrofonni to'g'rilash kerak. Siz ham uni eshitmayapsizmi? To'g'risini aytsam, men karman. Shuning uchun bilmayman. Faqat men emas, hech kim eshitmayapti. Shundaymi? Zo'r, demak faqat men emasman. Sen 61 kilogramm vazn toifasida ajoyib seriya bilan ketyapsan. Bu jang haqida gapirganda, uni ruhiy ham jismoniy ham jihatdan juda ko'tarilish pasayishli jang bo'ladi deb aytganding. Umar esa darhol sening zarba berish mahorating ham uning darajasida dedi. Qiziq, senga ko'ra g'alabaga eltuvchi eng to'g'ri yo'l qaysi? Bu seni aytgandek birinchi raundda nokautmi yoki 3 yoki 5 raundlik jang kutyapsanmi? Eng ideal holat albatta birinchi raundda yakunlash. Men bilaman, hozir uning maydonidaman. Shuning uchun buni izlashim kerak. Bu safar hakamlar qaroriga umid bog'lamayman. Bu toifada boshqalardan ajralib turishim kerak. Shunda chempionlik imkoniyatini olaman. Shunga qo'shimcha ravishda senga keyingi raqobatchi sifatida nomzodingni mustahkamlash uchun juda ishonchli. Yorqin g'alaba kerak deb o'ylaysanmi? Ha, albatta kerak deb o'ylayman. Chunki hozir top 5 da juda ko'p da'vogar bor. Ularning har biri chempionlik jangini xohlaydi. Shuning uchun men ulardan ajralib turishim kerak. Umar senga keyingi 61 kilogramm vazn toifasining da'vogari sifatida o'zingni qat'iy isbotlash uchun raqibni nokaut bilan mag'lub etish kerak deb o'ylaysanmi? Menimcha, eng muhimi eng yaxshi chiqishni ko'rsatish. Agar jangni erta yakunlasam, albatta bu ajoyib bo'ladi. Lekin men birinchi mahoratimni har bir jihatdan namoyish qilmoqchiman. Men istayotgan narsa chiroyli, kuchli performans ko'rsatish. Savol Sirliga. Sirli, biz Fransiyada sening xotirjamligingga jang oldidan o'zingni tutish uslubingni o'rganib qolganmiz. Fransiyadagi barcha muxlislaring uchun o'z motivatsiyangni va qat'iyatingni qayta ifoda eta olasanmi? Menimcha, qat'iyatni endi isbotlash shart emas. Hayotda inson tanlov qilganida men bu tanlovni ancha oldin qilganman. Unga 100% bag'ishlash kerak bo'ladi va bunga mos qurbonliklarni ham qilishga majbur bo'lasan.
Kecha media kunida o'zingga juda ishonch bildirganding va hech kim uddalay olmagan narsani Tomni chuqur suvlarga torta olishi mumkin deganding. Senga o'z uslubing haqida shunday fikr beradigan narsa nima? Agar to'g'ri eslasam, savol shunday edi. Unga chuqur suvlarni his qildirish mumkinmi? Men esa ha, albatta mumkin degandim. Hamma biladi, men 25 daqiqa davom etadigan janglarda tajribaga egaman. Shu bilan birga men bosim ostida tezkor janglarda ham yaxshi kurasha olaman. Shuning uchun bu jangda hamma narsa mumkin. Sening uslubingda shunday biror narsa bormi? Bu seni Tomni chuqur suvlarga torta olishingni ishonchini beradi. Kechirasiz, takrorlaysizmi? Sening uslubingda shunday biror narsa bormi? Bu seni buni uddalay olishingni ishontiradi. Yo'q. Aytadigan biror maxsus narsa yo'q. Ishon, biz bu tayyorgarlik jarayonida haqiqatan ham chuqur ishladik. Biz vaqt ajratdik, o'zimizni vakuum ichiga oldik. Dastlab Parijda tayyorgarlikni boshladik, keyin Dubayda Triple MMA Gym'dagi yigitlar bilan davom etdik. Umid qilamanki, ularning barchasini shanba kuni ko'rasiz. Tom, savol senga. Kecha Sirli seni chuqur suvlarga olib kirishiga ishonishini aytganda, sen bunday deganlarning hammasi birinchi daqiqadayoq nokaut bo'lgan deb javob berganding. Bu rasmiy bashoratmi? Yo'q, bu rasmiy bashorat emas. Shunchaki shu paytgacha shunday bo'lib kelgan. Kimdir men uni chuqur suvga tortaman desa, odatda o'zi nokaut bo'ladi. Men uni erta nokaut qilaman deb o'ylamayman, lekin bu istisno ham emas. Menga faqat bitta zarba kerak va hammasi o'zgaradi. Tom DC mikrofon ortida. Hech bir og'ir vaznli jangchi Tomni yenga olmaydi degan edi. Daniel Cormier kabi afsonadan shunday maqtovni eshitish qanday tuyg'u? Va sen o'zingni og'ir vaznda yangi avlodni boshqaradigan jangchi deb hisoblaysanmi? Qarang, og'ir vazn butun MMA'dagi eng xavfli va eng oldindan aytib bo'lmaydigan toifa. Shunday bo'lsa-da, men o'zimni darajam boshqalarnikidan yuqori deb o'ylayman. Ammo bu degani men yutqazmayman degani emas. Men o'zimni eng zo'ri deb bilaman, lekin hali buni isbotlashim kerak. Endi sen 1 yil u 2 oy tanaffusdan keyin oktagonga qaytyapsan. Shu vaqt mobaynida uzoq tanaffus senga qanchalik asabiy yoki og'ir bo'ldi? Ishon, men to'liq zaryad olganman, birodar. Umar yaqinda Merab seni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qildi. Shu jang orqali unga keyingi chempionlik da'vogari menman degan xabarni yubormoqchimisan? Yo'q. Bu yigit haqida har safar gapirish juda zerikarli. Men Kamar haqida gaplashmoqchiman. Agar men keyingi da'vogar bo'lsam, bu men uchun ajoyib bo'ladi. Agar bu rostdan ham sodir bo'lsa, albatta jang qilaman. Lekin unga maxsus xabar yuborish fikrim yo'q. Kimda keyingi savol? Shu bilan hammasi. Menda sizga savol bor. Men so'rasam bo'ladimi? Ha, men va Mario da'vogar sifatida shunday jang qilish mumkinmi? Voy, men tashqariga qarayapman. Eshitmadim. Savolingiz nima? Mening savolim shu jang men va Mario uchun da'vogarlik jangiga aylanadimi? Ya'ni bu jangdan keyin biri chempionlik uchun da'vogarlikka chiqishi mumkinmi? Ha, chiqing va shuni qiling. Shanba kuni shunday tomosha ko'rsatingki, odamlar voy, bu yigitlardan biri keyingi chempionlik uchun kurashish kerak desalar. Xo'p, men buni qilaman. Kelishdik. Biz buni amalga oshiramiz. Sirli, u hozir mahalliy kiyim Kandaura kiyib olgan. La Kandaura, Sirli, bilaman kecha sen Birlashgan Arab Amirliklarida yashashga tayyorligingni aytganding. Lekin hali bu reja emas, to'g'rimi? Biz fransuzlar bunga tayyormiz, lekin sen bu mahalliy kiyimni kiygansan. Bu shu yerda butunlay yashashga tayyorman deganni emasmi? Ha, albatta, hammasi mumkin. Lekin bu an'anaviy narsalarni juda yoqtiraman. Kecha sizlar meni an'anaviy raqsga taklif qildingiz. Bu aql bovar qilmas lahza edi. Bu yerning madaniyatini va ruhiyatini juda yoqtiraman. Sayohat qilishni, turli madaniyatlarni o'rganishni yaxshi ko'raman. Tom, bitta savol. Kecha men Tom 5 raunddan keyin bo'lingan qaror bilan g'alaba qozonaman degandi. Menimcha bu Shimoliy Angliya hazilidir, lekin hamma ham buni jiddiy qabul qilmagan. Tom, aslida rejang qanday? Yo'q, bu reja do'sti. Bo'lingan qarormi? Faqat jeb bilan jang qilasanmi? Ha, faqat jeb uraman va ushlab turaman. Jeb va devorga bosib turish. Shunda hushtak chalishadi. Men ham qilaman. Umar, мы специально приехали с Узбекистана поддержать тебя.
Ты главная цель наша. Hope you gonna smash this boy after 2 days, brother. Have a good fight. Thank you so much. Большое спасибо. Очень приятно. Thank you, sir. All right, gang, we're going to rip this stuff out of here and do some face-offs. Thanks for coming out today.